Nega ayollarda yurak-qon tomir kasalliklari 50 yoshdan so'ng, ya'ni klinik davrdan keyin ko'p uchraydi? Buning asosiy sababi qondagi estrogen miqdoridir. Estrogen qondagi xolesterin miqdorini kamaytirib, aksincha foydali bo'lgan lipoproteinlar miqdorini oshiradi. Ayollarda klinik davrdan keyin estrogen miqdorining kamayishi oqibatida qonda xolesterin miqdori ortib ketadi. Xolesterin esa qon tomirlar devorida borib to'planib, ateroskleroz, gipertoniya, stenokardiya, infarkt, insult kabi og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bu yoshdagi ayollar qanday yo'l tutishi kerak? Avvalambor kardiolog ko'rigiga borish tavsiya qilinadi. Kardiolog sizni qoningizdagi lipoproteinlar va xolesterin miqdorini tekshirtiradi. Agarda zarur bo'lsa, sizga mos bo'lgan dori vositalarini tavsiya qilish orqali sizni yuqorida sanab o'tilgan og'ir kasalliklar va ularning asoratlaridan saqlab qolish